Termizdan Andijonga salkam 1200 km masofaga yugurish. O'zi bo'lmadi, oson bo'lmadi. Biz epladik, biz uddaladik. Ne to'siqlar uchramadi, lekin biz chekinmadik. Sog'likda ham ancha-muncha muammolar bo'ldi, lekin biz chekinmadik. Sababi ortimda xalqimning ishonchi turganligi menga ancha-muncha dalda bo'ldi. Surxondaryoga qaytganimdan so'ng esa o'z sog'lig'imga befarq bo'lmagan holda Hijama tabobat markazidan lecheniyalar olib boshladim. Tabobat hamda tibbiyot uyg'unlashgan ushbu markazdan 2-3 kunlik muolajalardan so'ng sog'lig'im ham ancha-muncha tiklandi. Doim ta'kidlaganimdek, oldin o'zimizda sinaymiz, so'ng esa tavsiya qilamiz. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.